O'sha hamma kutayotgan o'chog'imiz tayyor bo'ldi. Universal o'choq. Shunda ko'tarasizlar, yoniga produktlarni qo'yib qo'yib, bemalol ovqat tiqaverasizlar. Ovqat tiqib bo'lgandan keyin tagida knopkasi bor. Shunda bossanglar, pastga tushadi. Ko'rib turganinglardek, agar chetga suradigan bo'lsanglar ham qiyin emas, chunki tagida balonlari bor. Shunda ko'tarasizlar-da, yurg'izib qo'yaverasizlar yordam bu yoqqa. Mana qayerqa yuradigan bo'lsa, o'chog'imizni oldi qismiga keladigan bo'lsa, bu kulxonasi bo'ladi, o'tin tashiydigan. Tagidan navigatorli mana bu yerdan havoni regulovka qilasizlar. Ochib yopib, yaxshi yonadi. Orqasiga keladigan bo'lsa, zamoki bor. Zamokini ko'tarib, bemalol kulni olib tozalaydigan joyi. Yana tozalab bo'lgandan keyin qaytib joyiga solib qo'yaverasizlar. Bu o'chog'imizda xohlasanglar qo'rma lag'monli pishirib yuborsanglar bo'ladi. Osh ishqibozlari uchun xohlasa osh ham qilib yuborsa bo'ladi. Agar kim yana yevropeyskiy ovqat xohlaydigan bo'lsa, kotletmi, yo bo'lmasa steykmi bemalol pishirsanglar bo'ladi. Qozonimizda yana komplektlari ham bor, kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toplidomga murojaat qilaverasizlar. Videoni pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib mahsulotimizdan xarid qilishingiz mumkin.